Messi hindlarning orasida qolib ketdi. Hindistonda Messining muxlislari bilan uchrashuv vaqtida ommaviy tartibsizlik yuz berdi. Bild nashri. Xabar berilishicha, futbolchi Kalkutta shahridagi stadion maydonchasiga chiqqanida uni VIP mehmonlar o'rab olgan va tomoshabinlarning aksariyati uni ko'ra olmagan. Bundan norozi bo'lgan muxlislar maydonga turli buyumlarni uloqtirishgan. Bundan tashqari minglab odamlar to'siqlarni oshib o'tib maydonga yugurib chiqqan. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu uchrashuv uchun chiptaning narxi $100 dan oshgan. Bu esa ko'plab mahalliy aholi uchun deyarli bir oylik maoshga teng hisoblanadi. Audio Jungle.